Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli talabalar, barchalaringizni talabalik sharafi bilan tabriklayman. Qo'limdagi bu qog'ozga hammangiz bu o'qishga, bu sohaga va aynan bu universitetga nima niyatda kelganingizni yozib bersangiz va bu universitetdagi birinchi darsimiz bo'ladi. Eksperimentni boshlashga tayyor bo'lsangiz, marhamat. Tarqating. Ikki daqiqa vaqt. Tayyor bo'lsangiz, boshlating. Hop, baroqlarni yig'ib bering. Rahmat. Aytgancha, bu yerda hech kimni ism sharfi yozilmagan. Ruxsatingiz bilan ovozimni chiqarib o'qiyveraman. O'qishdan maqsadim olim bo'lish. Men shu sohada adolat tiklayman. Ayrimlarga kimligimni ko'rsatib qo'yaman. Sohaning eng katta lavozimini egallamoqchiman. Pul topib millioner bo'lmoqchiman. Niyatim shu sohada kashfiyotlar qilish. Alloh rizosi uchun o'qimoqchiman. Hurmatli talabalar, kim Alloh roziligi uchun o'qimoqchi bo'lsa, ikki dunyosini saodatli qiladi. Kim boshqa niyatda o'qimoqchi bo'lsa, hoziroq niyatini to'g'rilab olsin. Darsimizni boshladik. Hurmatli talabalar, Foydali ilmlar maskani universitetida biz